Salom do'stlar, bugun sizlar bilan ingliz tilida sodda gaplar tuzishni o'rganamiz. Making a simple sentence in English. Ya'ni ingliz tilida sodda gaplar tuzish. Birinchi buni formulasini ko'rib oladigan bo'lsak, birinchi subject, verb, object, place va oxirgisi bizda time. Subject degani bizda ega. Ya'ni subjektni o'rniga kishilik olmochlarni qo'yamiz. I, you, we, they, hokazo. Verb bizda fe'l degani, fe'l degani, ya'ni o'ynamoq, uxlamoq, yugurmoq, ya'ni shu kabi fe'llarni qo'yamiz. Object bizda to'ldiruvchi. Ya'ni shaxs yoki narsa qo'yamizda. Bitta misol uchun futbol, kitob yoki rasm, ya'ni shu kabi so'zlarni qo'yamiz. Place bizda joy. Misol uchun ishxona, maktab, bank, ya'ni shu kabi joylarni qo'yamiz. Va oxirgisi bizda time, ya'ni vaqt. Vaqt deganda misol uchun every morning, in the evening yoki at 7 o'clock soat 7da, ya'ni shu kabi vaqtlarni qo'yamiz. Bunga bitta misol beradigan bo'lsam, subjektni o'rniga I qo'ydim, ya'ni men. Verbni o'rniga read qo'ydim, ya'ni o'qimoq. Ya'ni read bizda fe'l. Objectni o'rniga a book, ya'ni men nimani o'qiyman, ya'ni kitobni o'qiyman. Ya'ni bitta a book to'ldiruvchi bo'lib kelyapti. Keyingisi bizda at home, ya'ni o'sha kitobni qayerda o'qiyman, ya'ni uyda o'qiyman. Ya'ni bitta at home bizda joy bo'lib kelyapti, ya'ni place. Va oxirgisi bizda in the evening, ya'ni kechqurun. Ya'ni men kechqurun uyda kitob o'qiyman. Ya'ni gapni umumiy tarjima qilsak. Ya'ni in the evening bizda vaqt va oxirida keladi. Endi biz shu gapni ingliz tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, avval bularni har birini bo'laklarga ajratib chiqamiz. Ya'ni bu yerda gap berilgan, ular maktabdan so'ng stadionda futbol o'ynashadi. Ya'ni keling bularni avval o'sha formulaga asoslanib qismlarga ajratib chiqamiz. Ular bu yerda ya'ni subject bo'lib kelgan. Maktabdan so'ng, ya'ni bu yerda maktabdan so'ng bizga vaqtni beryapti, ya'ni time. Keyingisi stadionda. Stadion bizda joyga kiradi, ya'ni place. Futbol, ya'ni futbol bizda nimani o'ynaydi, ya'ni futbolni o'ynaydi. Ya'ni bizda futbol object bo'lib keladi. Va oxirida o'ynashadi, ya'ni bitta verb bo'lib keladi. Endi bizga ketma-ketlik bo'yicha qo'yib chiqamiz, ya'ni gapni to'g'ri tuzish uchun ingliz tilida. Ya'ni they play football in the stadium after school. Ya'ni ular maktabdan so'ng futbol o'ynashadi. Ya'ni ularni o'rniga they qo'ydim. Play, ya'ni play o'ynashadi. O'ynashadi o'rniga play qo'ydim. Futbolni o'rniga futbol qo'ydim. In the stadium, ya'ni stadionda. After school, ya'ni maktabdan so'ng vaqtni o'rniga qo'yganman. Ya'ni bizda ingliz tilida sodda gaplarni shu tarzda tuzamiz, ketma-ketligi. Xo'p do'stlar, bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.